Leksiyamizin davamı vatandaş bugünkü islaha 2021 yıl 1 ayının 24. günü. Yukarıda sözlep ötük, vatandaşlar hazırlık için ben endi hesapta bu kitapta kanda okuyman desiniz vatandaşım. Belki bir betten, iki betten, iki varaktan okuşum mümkün. Bu okuş bilen bu kitapta tüketemeyim. Onun üstüge hazır ben üzüm meseleler yollakkanda. Mesela birinci olup hazır benim beşimde kallamda yeşilmegen bir mesele şulayet ya ki Uyguristan demokratik inkılabı devrinde. Harbi milli azatlık armiyanın teşkillenişi kandak idi. Milli armiyanın terkibi kandak idi. Bu mesele siz biz kızıqıdığan mesele, Mekke uşlap alıdığan mesele. Çın tutudığan mesele. İnqilabның karakterini, inqilabның ne için kötürülgenligini başta aytip bulduk. Endiki ikinci asaslık mesele, bunu Sovyetler hep mi, şu vaxtı Stalin taraf dedi mi, demedi mi, bunu taza bilmeymen, hem de hazır okup üyelerge gelmedim. Lekin Xitay hükümeti şu vaxtın hazırlığı değil. Şilayet inqilabı, Cüngü inqilabının bir kısmı. Şilayet inqilabı undaq idi, şilayet mundaq idi. Bu kiçikli teşbiri makanla taraydı. Makan içinde inqilabның gol-golısını, inqilabның davranını, inqilabның şiddetini qısqartı. Yok qilishga urinish, kichiklatib ko'rsatish. Bu ish nima emas. Mesela azatlıktaki Uygur'un Milli Azatlık Armiyasini korpus qilib 5. korpusga o'zgartgandek bir eş vatandaş. Bundan ben Nebican Tursun'un eserini yazdım, kitabını okuş arkalık Nebican Tursun'da bu göz qarashdan naytı aydın. Uçuq ekanligini his qildim. Nebican'ın göz qarashi bo'yicha aytganda nima dedi? Mesela dedi, bu inqilab o 3 vilayetli emas. Başlanış dairesi 3 vilayet. Lekin bu inqilab bütün Uyguristan'dan yoki bütün Şinjan'daki milli demokratik inqilab edi. Mesela bunun Ministri Seyfettin Aziz Milli Birlik deb yozibdi. Yani şu vaqtda nashr qilingan Kurash jurnali Tahrir hay'ati a'zosi Osman Ziya. Osman Ziya'nın mustaqillik, azatlık, hayatlıkның asası şartıdır. Demek bu bütün Şinjan, bütün Uyguristan'da milli demokratik inqilab. Mavzularda maqalaları çıktı dedi, azı sizlerge okup verdik. Biz inqilab qilishga haqliq edik. Bugünkü xalqaro vaziyat bizden vazifelerimiz. Demek inqilab partildi, inqilab boluvatıdı, yüz berivatıdı. Onun şu vaqtki dünya vaziyetle alaqısı nime? Bulanımı Uygur'un inqilabçıları şu vaqtda to'liq yakilligan ve to'liq diqqat qilgan ish bo'ladi. Nimishqa? Bu inqilab shu yerda portlagan ekan, shu yerda chekilib qolmaydi ben. Bunun Rossiyaning aralashganligini ko'rdingiz. Yaltijig'inda boshqa davlatlarning aralashganligini ko'rdingiz. Demak, ko'zga ilmigan, hech kim yaratmagan, bugungi kunda qaloqdab qarayotgan Xitoy, qaloqdab qarayotgan Xitoy, Xitoy qaloqdab qarayotgan Uyg'ur 40-cı yıllar, 20. asrning 40-cı yıllarda bu inqilabni kötürüp çıqalı deydigan gap. Şuna men endi bu kitapni mavzular ara, yani özemge kerek bo'lgan mavzularni izlab o'qib, andan material ko'rib özemge asas yapışım mümkün. Endi menen Uyg'ur yoshlariga deydigan bir og'iz gapim hurmatli vatandaşlar, biz hozirgi davlat qurdik dedik. Kim aytib beradi davlatni qanday qurganligimizni? Hech kim yo'q. Nege basak devlet kurduk, bayrağımız var. Mesela Sabıd'dan mülazim devlet kurdu. Ahmetcan Kasım'ı devlet kurdu. Kanı vatandaşlar, üzanla öz ara bir sözcüş bakınla, kanı o devlet. Kanı o devlet diyen sualını koyduk mu hazırgıca? Kim koyalı de biz devlet kurduk, kanı o devlet. Bu sual naydı eğir sual. Bu sualını siz emmez, men emmez. Vaxtanı vaxt gelgende siz dadıqağa bağanda, dadıqadıkiler sizge sual koydu vatandaş. Kana devlet kurdun mu? Kana o devlet. Ben şunun cevap verişken, bu devlet mana deyişken Uygur yaşları. Ben Nebican Tursun'u kollayla. Kollaştığın şartı neyme? Onun kitabını okuşlamaz. Bu kitap ne bir de seti olayla vatandaşlar. Material okuşluk
bir qural sifatida uyinglarda bo'lsin, mayli o'qinglar, o'qimanglar, lekin setib olib shkafga tizib qo'ysanglar bir kunlarda sizlarga buning zarurligi tuyuladi, shu vaqtda ishlatalaysizlar vatandoshlar. Bizning ziyolilarimizni, masalan, tarixchilarimizni qo'llash usulimiz mana shunday. Kitaplarni setib olish. Bu mening tunji qatam sizlarga da'vat qilaman vatandoshlar. Bu kitapni ko'proq Turkiyadagilar, masalan, Turkiyada Uyg'urlar ko'p ekan-ku. Anadan keyin boshqa davlatdagilar setib olib, yoshlar qo'yib qo'yinglar, sizlar kerak bo'ldi. Men boshda aytdim, davlat qurdingmi rost? Qani davlating? Jarayonni so'zlab bira, hech kim so'zlayolmaydi. 33-yili qurilgan davlatning jarayonni so'zlab bira, hech kim so'zlayolmaydi. Davlat qurdingmi? Mustaqillik kitobnomasi bormi qo'lingda? Nima degandan qo'lingda mustaqillik kitobnomasida? Masalan, G'uljida qurilgan 2-qatimliq jamhuriyat, masalan, Nabijonning ko'z qarashi bo'yicha men bu jamhuriyatni 3 deyman, 5 edi Yoqubbek bor. 3-jamhuriyat qurilgan mustaqillik kitobnoman qani? Qurib baxtыңmı, ko'rib baxtыңmı, tuzib baxtыңmı, asosiy qonuning qani? Hozir vatanda Qashqarda qurilgan davlatning asosiy qonuni bor deyil. Mushu narsalar sizga savol bo'lib tushdi ekan, siz buningni tayyorlik qilish kerak jigat. Men sizga bir hikoyani so'zlab beray. Amerika ovozi radiosi Xitoy tili programmasi Arliqda 2006-2007 yillar aralığida aramizdagi bir kishini intervyu ziyorat qildi. Radioning ichiga kirib, ovozli ziyorat qildi. Mushu gaplar qisman o tarafdan bu tarafdan qurildi. Shu vaqtida riyosatchi Xanzo, ismini bilmayman, hozirmi chiqyapti, iqlim masalalar programmasiga riyosatchilik qilyapti Amerika ovozining. Shunday savol qo'ydi. Sizlar inqilob qildik, davlat qurdik, davlat mustaqillik, jakarlik deysizlar. 40-yillarda Şinjan kim rahbarlik qilgan, kim hukmronlik qilgan edi? Bu kishi javob bergan kishi ya Kuomintang deganmidi, ya Kungchandang deganmidi, yoki Sovetlar deganmidi? Eng muhimi 44-yil davlat qurgan Uyg'ur 45-yilgacha o'zi hukmronlik qildi. 50-yilgacha. 50-yilgacha o'zi hukmronlik qildi. 49-yil kompartiya besib kirdi. Yoki Stalin boshlab kirdi degan bir og'iz gapni qilamadi. Vatandoshlar, agar mushu saviyada turib siyosatga aralashaman desak, mushu saviyada turib siyosatga chat kirib olaman desak, bu oqmaydi, bo'lmaydi. O'zimizdimi, millatimizdimi? Osal ahvolga tushirib qo'ysiz vatandoshlar. Bu gapim sal qattiqroq bo'lsin, kechiringlar. Shunlashqa mening sizlarga deydiganim hurmatli vatandoshlar, hozir navbatda Uyg'urlarning umumiy tarixi yoki Uyg'ur umumiy tarixi Nabijon Tursun, doktor Nabijon Tursun mush kitobni setib elish orqali Nabijon Tursunga yordam qo'limizni so'zaylik. Buningdagi material sizning oldingizga o'zi kelmaydi vatandosh. Buningdagi foydalanish qimmati va materiallar, masalan, Daliyanga Jangjashining askar elib berishi, Daliyan portiga kirishi, Stalinning qarshi Amerikaning chekinib chiqishi, ya'ni Kuomintang askarlarini Sharq shimolga elib berib, Sharq shimolda Jungo kompartiyasining harbiy baza qurishini bitchet qilish uchun Kuomintang planlagan plan. Lekin men mavzuning to'g'risida bilinmagan hikoyalar degan kitobda uni boshqacha o'qigan edim. Masalan, shu vaqtda amerikalik marshal Kuomintangga harbiy parxod bergan emas. Agar marshallar Kuomintangga harbiy parxod bergan bo'lsa, Kuomintang armiyasi Sharq shimolga keladi, bugun kompartiyaning harbiy bazasi yo'q, qurilmaydi degan gap. Bu tarixning ikkinchi tarafi deymizga, tarixni agar bilan o'qimaymiz deb. Mana bu jarayonlarni Nabijon Tursun nayt cho'nqur, nayt atrofliq yo'rtib beribdi. Men bu kitobdagi xalqchilik, bu kitobdagi dunyoqarash, bu kitobdagi tarixiylik va bu kitobdagi mantaqiylik va bu kitobdagi ilmiy nuqtai nazarlar va bu kitobdagi so'rishtirish, qo'g'lishish, material va voqea detallarni qo'g'lishdan tarix falsafasi bo'yicha yakun va xulosa chiqarish, bularni qo'yib turaylik. Materialchilik vatandoshim. Material qimmati, qurol va qurol bo'lish qimmati. Qurol degan sizga ilmiy qurol, ilmiy asar sifatida siz bundan foydalanish, ilmiy material sifatida foydalanish,
tarix süptüde paylanış. Bu kımmeti yukarı geplerin hemmisi biz düşüdüğün büyük kımmettir, hürmetli vatandaşım. Ben bu yaşkiri tüme Uygur yaşları bu kitapını setivəlib, uyunlarda bir nüskünü saklap koyun. Halıqanda okuyuşlar, halımağanda turdu, javende turdu. Siz muşunu becerirsiniz, nebiden turusunu emez, özünüzün milleti üçün, milletinizin siyasi takdir üçün bir uluş, güç koşkan bulursunuz vatandaşa.